Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar, yaxshimisizlar? Sog'liklaringiz yaxshimi? Hurmatli xaridorlar, bizga novinka tuflilar, batalyon tuflilar, klassik kablukli tuflilar, mokasinkalar, loferlar, hammasidan kelgan. Deyarli hamma razmerlari bor. Mana sizlarga hozir obzorni qilib beraman. Sizlar uchun manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Bularning hammasi naturalniy kojada premium kачестводagi oyoq kiyimlar. Qizlarjonlar, ham bu yerda zametilniy koja, eko koja hech qanaqa yo'q, hammasi original oyoq kiyimlar. Xo'sh, unda obzorni boshlaymiz. Bizga mana bunaqangi loferlarimizdan keldi. Bular Xitoyda ishlab chiqarilgan, Molka firmaniki, original naturalniy kojada. Yumshoqligiga e'tibor bering. Shunaqangi yumshoq masляный lak, ichlari bilan полный naturalniy kojada ishlangan, stilkalari yumshoq. Molka firmaniki. Qizlar qaranglar. Va podushda bo'ladi. Podushi ham original. Yurgani to'qillamaydi, to'qillab asabiyligi tegmaydi. Shunaqangi zo'r. Buni qishda oyoqlarni issiq tutadi. Sal naroq suvroq kunlarda salqin tutadi. Koja mana shunisi bilan boshqacha bo'ladi, lekin oyoqlarning qolpiga moslashadi. Oyoqlarda qanaqa problema bo'lsa ham, oyoqlar shib yuradigan bo'lsa ham, yo bo'lmasa ko'sichkasi bor, kim ko'pchilik opa-singillarimiz oyoqlarda varikozlari bo'lishi hisobiga oyoqda oyoq og'riqlar, ishlar bo'ladi. Shunday vaziyatda ham lekin oyoqlarga zo'r tushadi. Eng muhimi biz nimani hisobini olganmiz? Sahr kasalliklarida ko'pchilik ayollarimiz oyoqlarini siqib qo'yishi mumkin emas. O'shani hisobiga mana bu oldi tomoni, mana oldi tomoni shirokiy, ya'ni kengroq qilib ishlangan oyoq erkin turadi. Erkin, mazza qilib kiyasizlar. Juda ham sifatlari, buni tiktirib o'tirmaysizlar. Umuman bu tikilmaydi. Qizlar Xitoy fabrichniy, toza mol, naturalga. Bu yirtilib ketadi, yomon bo'lib ketadi degan gumonda bo'lmanglar. Xudo xolisa ancha yillar davomida xizmatlarni qilib beradi. Lekin buni sifati-ku birinchi o'rinda. Lekin buni komfortligi, qulayligi boshqacha bo'ladi. Kiygan odam bilan his qiladi o'zi. Rasvetkalari qaranglar, mana bunaqangi rasvetkasi bor. Ikkalasi ham masляный lak, salgina jichigina boshqacharoq. Razmerlarimiz 36 dan 41 gacha hamma razmerlari bor. Mana bu modelimizdan ham bor, bu modelimizdan ham bor. Narxlari 850 ming so'm. Qizlar, narx bo'yicha negativ bo'lib yozadiganlar kommentariyalarda, bu arzon mol emas, hammasi premium kачествоda. O'shaning uchun ham yaxshi narsa sifatiga yarasha bo'ladi. O'shaning uchun ham bu narxni, bu oyoq kiyimi boricha qabul qilinglar. Agar sizlarga bu kanal yoqmasa, bu narx yoqmasa, nima deydi, chiqib ketinglar, yo bo'lmasa bu videoni o'tkazib yuboringlar. Kommentariyalarga negativ fikrlarga qizlarjonlar energiya sarflab nima qilasa, bu yoqmadimi, tamom o'tkazib yuboringlar. Buni o'zini egalari bor. Hamma o'zini mo'ljaliga qarab kiyinadi, boshqa qiladi. O'shaning uchun ham buni o'zini egalari bor. Mana ko'rasizlar. Rosa ham zo'r. Xohlasanglar, lekin yana boshqa varianti ham kelgan. Ko'pchilik opa-singillarimizda oyoqlari ish bo'ladi, ya'ni podyomlari baland bo'ladi. Mana bunaqa narsa kiysa ko'pchilik men bu yerdan o'tmaydi, meni podyomim bor, bu kelmayapti, uchigacha bormayapti deyshadi. O'shaning uchun ham boshqacha modelni ham olib kelib qo'yganmiz. Ya'ni mana bu joyi rezinichka bo'ladi. O'shanda podyomligi zo'r keladi, oyoqlarni siqib qo'ymaydi. Mazza qilib bemalol kiyib yuraverasizlar. Mana bularni ham 36 dan 41 gacha hamma razmerlari bor. Rosa ham yumshoq, mazza. Eng muhimi og'ir emas, qizlar, yengilgina. Oyoqni umuman charchatib qo'ymaydi. Jon rohati. Bulardan bor ekan, o'tgan yili sotganmiz, hit prodaja bo'lgan ekan, klientlarning odzivlari zo'r bo'lganligi uchun, ishonchimizni oqlaganligi uchun mana bunaqangi loferlarni ham olib kelib qo'yganmiz. Bu loferimiz Molka firmasidan. Molkani kiygan odam biladi kачествосini. Xitoyda ishlab chiqarilgan, Xitoyning premium kачестводagi oyoq kiyim ishlab chiqaradigan firmalar chiqarib beradi. Qaranglar, pitonlari haqiqiy, original, naturalka. Mana
qarab boqinglar. Ichlari esa pol naturalniy koja, astar qilingan stilkalar yumshoq bo'ladi. Yana bunaqangi rasvetkalarni olib kelib qo'ydik. O'tgan yil mana bu rasvetkasi bor edi. Bu yil yangilik sifatida mana bunaqangi nima ham olib kelib qo'ydik. Bu ingichka oyoqlarga ham, lekin do'mboq oyoqlarga ham, podiyum oyoqlarga ham zo'r keladi. Hammaga birdaygina tushadi. Oyog'ini umuman zabt etmaydi. Yomg'irda kiysanglar ham baraka topib kiyinadigan narsa. Odob bo'lmaydigan sifati juda ham birinchi o'rinda. Har doim aytaman, sifat bizda birinchi o'rinda. Narxdan ham ko'ra sifat birinchi o'rinda. Buni mana cho'qi rasvetkasi ekan, qora rasvetkasi ham nalichida bor. Ko'rdinglarmi? Juda ham chiroyli modellar, sifatlari bomba. Manzilimizni bilasizlar, Abzaxi gipermarket podvali 85-do'kon. Bizani gipermarketda faqat oyoq kiyim sotiladi, boshqa hech narsa bo'lmaydi. Oyoq kiyim boshqa do'konlarga nisbatan boshqa ham eko koja sotadi, lekin biz naturalniy koja sotamiz. Boshqa do'konga qaraganda bitta bizning do'konimiz qimmatroq. Nima uchun? Sifati uchun. Narxi necham fol ochib, shunaqa narx deb qo'yib qo'ymaymiz. Joydagi narx ekan, ba'zi joydagi narxi ham qimmat bo'ladi. Shundoq ekan, yana bitta model mana yumshoq kojalari, ishoninglar, bunaqa yumshoq oyoq kiyim bo'lmasa kerak. Shuncha mana oyoq kiyim sotib, bunaqangi yumshoq oyoq kiyimni ko'rmagandim. Mana bitta o'zingizlar guvohi bo'linglar, qanaqa yumshoqligini, stilkalari ham yumshoq mana. Mana shunday qo'linglar bilan shunday turibchi, mana qayirib yuborasizlar-da mana. Mana ko'rdinglarmi? 41gacha bor. Oyoqlar ishib yuradigan bo'lsa, eng muhim ko'pchilik opa-singillarimizni oyog'ini suyaklari chiqqan bo'ladi, yon tomonga qattiq oyoq kiyimlar mos tushmaydi, ko'stichkasini og'ritib qo'yadi. Shunaqa holatlarda men tavsiya qilaman shunaqangi oyoq kiyimlarni kiyishinglarni. Suyaginglar botmaydi, yengilgina, yeva podoshda ekan, mana sizlarga ko'rsatay, mana buni qaranglar. Qayrilishini qaranglar. Nomer 1 yumshoq haqiqiy koja mana shu oyoq kiyimlar bo'ladi. Bu matve koja. Endi kutilyapti, hali buni nima deydi, lakligi ham kelishi mumkin. Fakat hozircha mana shu matve kojaligidan kelgan. 37 dan 41gacha hamma razmerlari bor. Narxi 850 ming so'm. Bularning narxini aytib shekilli, ko'pincha narxlari esimdan chiqib qoladi. 850 ming so'm. Polniy natural oyoq kiyimlar. Lekin qizlar oyoq kiyimni zakaz qilayotganda, bu kiyim emas. Kiyimni olsanglar katta kelsa, predelka qildirsanglar bo'ladi, lekin oyoq kiyim unaqa bo'lmaydi. Oyoq kiyim oyoqda qolipiga moslashgan holatda chiqariladi. Ba'zilari ingichka oyoqlarga, ba'zilari esa yo'g'on oyoqlarga to'g'ri keladi. Shuni hisobni olib, zakaz qilishdan oldin xolisona sotuvchidan so'rang. Oyog'ingizda problemangiz bormi? Qanaqa kasalligingiz bor? Yo bo'lmasa, oyog'ingiz podiyomnimi, ingichkami? Meni oyog'imga mos tushadimi? Menga to'g'risini ayting, xolisona ayting. Pulimga olyapman, pulimni mehnat qilib topmayapman degan maqsadlarda shunaqa fikrlar bilan ishonch hosil qilib olinglar. Ko'pchilik internetlarda zakaz qiladi, oyog'iga to'g'ri kelmaydi, sig'maydi, yo bo'lmasa katta keladi, lopillab tushib qoladi, bir burchakda yotadi. Endi ikkinchi zakaz qilmayman deydi. Shuning uchun ham oyog'ida qolipiga o'zingizga to'g'ri kelgan oyoq kiyimni xarid qilishinglarni maslahat beraman. Yana tuflilarimiz ham kelgan bizaga. Tuflilarni xudo xolasa videomiz uzun bo'lib ketadi. Keyingi videoda qilib beraman. Juda ham batalyon tuflilar, klassika tuflilar kelgan. Hozircha sog'-omon bo'linglar. Video sizlarga yoqqan bo'lsa yoki kim uchundir tavsiyalari manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like, kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Hali yengilliklar juda ham ko'p. Makasimka, tufli, batalyon, inshaalloh bundan keyingi tovarlarimiz hali davomiy. Bu boshlanishi. Sog'-omon bo'linglar. Allohga omonat. Sizlar yaxshi kunlarda ko'rishlik nasib qilsa inshaalloh.